Sen shu o'tirib tur. Aha. Men uchrashuvga boraman, kelaman. Hop. Meni ham olib bor aka, men ham bor, ha. Ya sen borsang hozir gapirib qo'yasan unga. Bir oz ham gapirmayman aka. Agar bir og'iz gapirsang qaralik. Bo'ldi, gapirmayman aka. Мы дети из провинции, холодные подвалами. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Instagramda tanishgan siz edingiz, a? Ha, mama. Ismingiz nima edi? Farangiz. Ha, Farangiz. Siznikichi? Meni ismim Murod. Meniki Sardor. Ya sen gapir, ya men gapiring. Xo'p aka. Nima ish qilasiz? Sir bo'lmasa? Men o'zim haqimda gapiradigan Aka, bo'lsam, men ham o'zim haqimda aytay. hozir o'tga oralatib beraman hozir. Indamay o'tir, jim bo'l dedim. Xo'p. Men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, bitta bizneslarim bor. Otamni katta o'g'liman. Menga sizni hech narsangiz kerak emas. Men boylik kuchadigan qiz emasman. Baxtli yashasam, yaxshi yashasam bo'ldi. Uka, siz ham gapiring. Endi men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, oilada eng kichkina farzand menman. Otamning hamma boyliklari menga qoladi. Akam boshlayotgan bizneslar ham menda qoladi. Qo'ylar, echkilar, siyirlar, buzoqlar hammasi menda. Menman, men desangiz boshqa yashaysiz. Men bugun sizga